Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun Kanada terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatida ishtirok etadigan yakuniy tarkibi rasman ma'lum qilindi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi murabbiylar shtabi mundial uchun 26 nafar futbolchini tanlab oldi. Endilikda aynan shu futbolchilar O'zbekiston sharafini dunyoning eng nufuzli futbol musobaqasida himoya qiladi. Afsuski, yig'inda ishtirok etgan barcha futbolchilar yakuniy ro'yxatdan joy ola olmadi. Murabbiylar qaroriga ko'ra, 4 nafar futbolchi qaydnomadan tushib qoldi. Bular Umarali Rahmonaliyev, Sherzod Temirov, Ruslanbek Jiyanov va Jasur Jaloliddinov. Albatta, ushbu futbolchilarning har biri terma jamoaga foyda keltira oladigan darajadagi o'yinchilar hisoblanadi. Biroq Jahon chempionati reglamentiga ko'ra, yakuniy ro'yxatdan faqat 26 nafar futbolchi o'rin olishi mumkin. Shunday qilib, O'zbekiston milliy terma jamoasi mundial oldidan o'zining yakuniy tarkibini shakllantirib bo'ldi. Endi muxlislarimizning asosiy e'tibori jamoaning guruh bosqichidagi o'yinlariga qaratiladi. Sizningcha, ushbu tarkib bilan O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va UZ Futbol Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Kanal havolasi pastda joylashgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.